Вот, lipuchkaga yopishib qolganmi shu. Yaxshilab yopishgan joyini yog'ladim, ishqaladim mana. Yog' bu. Yaxshilab ishqalab, уже yopishadigan qolmagandan keyin mana qo'lda seziladi. Feridan mana shu idishda yuvadigan nimadir sredствоda ishqalab cho'miltiriladi. Boshqachasiga ketmaydi. Mana mo'yishi sredство bilan yaxshilab quyib, yog'langan joyini yaxshilab ishqalaysizlar. Bizda bu birinchisi emas, xonim opamda o'sha 3-marta yopishib qolishlari. Qo'shnimiz baraka topsin. Tovuq xo'roz boqishadi. Pashshalarimiz ham ko'p. Ishchiqon ham orada kelib qoladi. O'shaning uchun majbur lipuchka qo'yamiz. Bu qanaqa tushib qoldi, hech tegmasdi. Shkop tagiga yopishibdi xonim opamda. Mana yaxshilab ko'piradi bu. O'zini shampuni yaxshi ketkazmaydi. Shu idish tovoni mo'yishning sredствоsi bo'lishi kerak, обязательно. Mana endi yaxshilab ko'pirtiriladi. Mana yopishgan lipuchka yog'da ishqalanib, mo'yishi sredствоda yuvilgandan keyin mana ozgina tuklar to'kiladi. Bu oddiy hol. Lekin yopishayotgan narsa yo'q. Mana ancha yaxshi. Mana ikkinchi marta ko'pirtiryapman, chunki yog'ni ketish qiyin, bilasizlar. Yaxshilab ko'pirtirib, yana bitta choy yuboraman. Xudo xohlasa ikkinchi martada ketadigan umiddaman. Mana yopishgan tomoni mana shu yoq edi. Yopishgandan asar ham qolmadi. To'g'risi, yopishgan paytda esim kelmadi buni videoga olish. Cho'miltirish boshlaganda, ya'ni yog' surish boshlaganda oldim. Esim tushib qoldi. Ba'zi bir odamlar bilmaydi. Men o'zim ham bir marta internetdan birinchi yopishganda Google'dan qidirib topib qilgan edim. Mana qolmadi hech narsa. Ma. Voy. Yalamatdilar endi. Men tegdim-ku endi. Hozirda Sasso qizimiz. Hamma yoqqa burun suqib yuradigan qizimiz bu. Любопытный Varvara. To'g'rimi shujon?